Assalomu alaykum YouTube'dagi hurmatli obunachilar. Sizlarga navbatdagi reklama qiladigan mashinlarimiz ijada 4-5 mashin bo'ladi. Sari Matiz, Labo, Cobalt, Gentra, Nexia 2. Sari Matizimiz 2006-yilda ishlab chiqarilgan 4 yumshoq balon, o'zini svetonining go'k svet. Yurgan probeklar ham 200 mingdan oshgan. Motorlari, salonlarini umuman gap yo'q. İşlerine yaxshi mehr berib o'tganlar. Bellar ham, rullar ham duxobat o'tilgan. Kataloglar ham butunlay o'tilgan. Yani duxob ham alikantarat o'tilgan. Bemalol ko'rsangizlar bo'ladi. Kataloglar. Bazı qarang'ida uncha ko'rinmaydi. Uzun sveti ko'k, lekin salonlarni o'pshim gap bo'lishgan. Bahosi 20 milyon so'm. 20 milyon so'm. Salonning holatini o'pshim gap yo'q, ko'ringlar. Faqatgina sari demasangizda 20 milyona çok qimmatli. Motor, hadovoy hech yerga gap yo'q. Olib hazat foydasida xudo xolasa. Bir dona muhtisini tros sal qatdi dedi, shuni almashtirib berish kerak. Keyin Labo avtomobilimiz 2022 86 ming yurgan, 78 milyon so'mga sotiladi. Kraskasi radnoy, shumka, metan, 4 yumshoq balon, narvalari oppoq o'tiribdi. Salonlarini çok yuqori etib qo'yibdilar. Mana qarang, 87 ming kilometr yurib turibdi. Alayım pazat faydiman desangizda evakorpolik chexol hamma narsasi bor. 7 milyon so'm bilan ishingiz bitadi. Keyingi oyda 2 milyon 800 dan kredit to'lab ketaverasiz. Cobalt 80 milyon so'mga qo'yiladi. 2 boy bo'yalgan, 14-yilda ishlab chiqarilgan, 220 ming probek yurgan, motor, hadovoy, chexol, polik hamma narsasi zo'r. Olib hazat foydasida faqatgina qaymoq svet, mexanika. Kimdir qiziq bo'lsa ham bu mashinamiz ham turibdi. Gentramiz 2020-yil avtomat korobka, lyuk, 4 yumshoq balon, diska, ABS, hamma zidina qizadi, hamma narsasi bor. Alasdadan faqatgina hazat foydasida. Pult ichanda qapti hozir, majigar pult, hamma narsasi bor. Oppoq svet, bir dona eshikning tengida petnosi bor. Liboy ustamizga ko'rsatavering. Maşinin bahası 126 milyon so'm. Bugün bo'lsa 126 milyona beriladi. Kreditem bilmayman, kredita 10 milyon belki 5 milyon bilan ham chiqar bu. Birazı 19 milyon bilan hammasida yozib qo'yibdi. Bu 136 milyona qo'yilgan vajadi bu. Shunda 10 milyon bilan hamma ishingiz bitadi bunda. 4 milyondanmi, 4 milyon 400 danmi tushadi. Asas seni qiziqtirsa ham mashinamiz shunda haftada turadi. Ey buni ochib ber. Pulti yo'q. Pulti neydi? Hava. Bol işlerini gösterecekme. Keyin bunda Sveji Nexia'ya gelip tuttu 2009. Onu ham görsetem hazır. Bunda arkası tuttu. Aç. Aç. Nexia 3'teki o. Sağ halatlarını görsetelim. Özüne çikollarında tabloları çıraylı bo'lib turibdi. Xullas yana bir so'z bilan aytganda mashina umuman gap bo'lishi mumkin emas. Hamma yeri chotki. Gözleri yanıp turgan mashin, svejivaj. Üzerimizde derek bir adam haydab yuribdi buni, Toshkentda yuradi bu. Hali akşam g'ana haydasha geldi. 126 milyon so'm. Kimnidir qiziqtirsa, aytishi bo'yicha 4 amortizatorni toza qo'ydim dedi. 4 yumshoq balonni qo'yib, hali 3000 kilometr ham yurmadim dedi. Programmani 700 ming so'm urdi. Ko'ringlar, qiziqsangizlar. Keyin 2009-yilda ishlab chiqarilgan Bobek Shabusa Nexia geldi. Elde tamamen görünüş. Donus 1.6 motorunu aç bunu. Donus 1.6 bahası 33 milyon 500 ming so'm. Hem yeri kantaşka. Bir tane iş krelinde kraska var. Lebu ustanız ekkep ko'rsataverasizlar. 100% sveji bo'lib turibdi mashin. Usulitr hamma yeri bütün. Bu ustalar ham doğru keladi. Mazzat bağını yuvib, bağını serib, qo'shirayotib, bozorda 40 so'mda o'tiraveradilar. Yine bilmayman, belki bu svet tartmaz. Bundan ham bo'lishi mumkin. Kimdir qiziq, kimdir qiziqmas.
Salonları yaxşı. 306 bin probeg yurtturdu. Aytabolları bu aynen. Ne var eken? Kameram var eken, zadni kamera. Açtın mı? Aç motorunu. Görsün lezzet. Lezzet minsin algı adam. Kondisyoner yok, full lüks varyant eken. Ya. Slap duruşuna karan donuz. Çok güveç. Alıp Hazreti Bey'di ben de size inanmasın. Götten aç ver. Zadni kameralar bu. Ha, hemen eksiye diyen kesel o. Panarikin yok ha arkasını düşürmeye. Bir görsetel arkasını. Hiç sveci durtta gel. Hem yeri kantaşkina. Ne bu ustanız gelip görsün. 33 milyon 500 bin son benim sen bunu dinleksiye. Tapmasaz da gerek. Zeng bu hareket azgına. Taklatı verse boladı lekin. Azgına sıyırıp yup kara verse çok ki boladı arka polla. Esa kuda kalırsa videomuz gitti. Azıca bayağı engelikler şuradan ibaret. Labo, Matiz, Cobalt, Nexi 2, Gentra. Av Gentra'larım durup değerli. Geliştirip beraber geleveresle. Kuda kalırsa. Lasit diyen bu. Şurada 73 milyona koyup man. 2013 hakiki veç. Geleveresle. Vam durup isteyen kütüp. Cobalt'am durttu 129 milyon soma. 2022. Damazla durttu 10, 9, 135 milyon, 43 milyon soma. İkisi hem dımmıncık vecler. Zaman bulunla bizden güzelse devam kılınla videomuzu yakkan bolsa bir like bas koyunla. Dedi ben ne ölüsüm bilinmeyin. Kellem bizi tuttular. Bir ay tadı 20 milyon beremen dedi. Bir ay tadı 25 milyon beremen dedi. Bir ay tadı satasam mı dedi çıkıp. Her kim der ki gel. Bu maşinimiz 1978 yılda işlep çıkarılgan. Yine 78'de işlep çıkarılgan. 53 bin probekir tuttu. 53 bin. Hem yeri Radnoy, özü 03. Kraske polni boyalgan. Lekin hem möcü özüniki. Hiç nese almaşmagan. Başka koyulmagan. Kella bızısı satıp veremem buna. Kilitli bir toliysen gete veresen bunda. Hem möcü tak.